5 yildan beri psixologman. 5 yildan beri insonlarni ongi bilan ishlayman. Inson qanchalik baxtli yoki baxtsiz his qilishi uni ichki dunyosiga bog'liqligini ham bilaman. Aynan u o'zini o'tmishiga, xafagarchiliklariga, nafratiga, aybdorlik hissiga, emotsiyalariga qanchalik bog'lanib qolganligini ham bilaman. Aynan mana shu ichki dunyosi bilan ishlasa, o'tmishi bilan, xafagarchiligi bilan, noroziliklari bilan ishlasa, uni hayoti qanchalik yaxshi tomonga o'zgarishini ham juda ham yaxshi bilaman. Lekin bilasizmi, shunga qaramasdan psixolog sifatida meni o'ylantiradigan bitta narsa bor. Shuncha yillik o'quvchilar, shuncha yillik mijozlar, lekin negadir ayrimlari juda ham tez natijaga chiqib ketadi, juda ham tez qalbida sakinatni topadi, xotirjamlikni his qiladi. Lekin ayrimlar esa yillardan beri psixologiya bilan shug'ullanadi, katta kurslarni, bir necha konsultatsiyalarni olgan-u, lekin nima uchundir unda natijasi juda ham kam. Bu meni qiziqtirgan eng katta savol edi. Psixolog sifatida eng katta kuzatadigan narsam ham aynan shu edi. Kimlar tez natijaga chiqyapti-yu, kimlar natijasi past. Solishtirsam, hattoki natijasi pastlar yillardan beri o'z ustida ishlaydi, rivojlanadi, hissiyotlarini to'g'irlaydi, xafagarchiliklarni qo'yib yuboradi, noroziliklarini ketkazadi, hamma qilinishi kerak bo'lgan ishlarni qiladi. Lekin nega natijasi kam? Bilasizmi? Yana bir bor shunga amin bo'ldimki, yana bir bor o'z tasdig'ini topdiki, buni siri bitta ekan. Buni kaliti yagona ekan. Bu inson qanchalik o'zini ustida ishlamasin, qanchalik hissiyotlari bilan, o'tmishi bilan, noroziligi bilan, xafagarchiliklari bilan ishlamasin, ya'ni qanchalik psixologiyada yillab rivojlanmasin, lekin natijani Allohdan kutmasa, Allohni hisobga olmagan holda psixologiya bilan shug'ullansa, uni natijasi juda ham kam bo'lar ekan. Agar inson psixologiya bilan shug'ullansa-yu, lekin natijani Allohdan kutsa, har qanaqa ichki dunyosini tartibga keltirishni buni bir sabab deb bilib, buni natijasi faqatgina yaratgandan deb bilsagina, ana o'sha insonlarda natija zo'r bo'lar ekan. Hozir juda ham ko'p kommentariyalar bo'lib ketadi. O'zi haqiqiy taqvodor insonga, musulmonga psixologiya kerak emas, hamma narsa o'z dinimizda bor degan kommentariyalar ko'payib ketadi. Buni juda ham yaxshi bilaman. Siz haqsiz. Mo'minga psixologiya kerak emas. Ammo musulmonga kerak. Chunki har bir musulmon ham mo'min emas. Ya'ni bu degani har bir musulmonda ham yetarlicha diniy ilmi yo'q. Yetarlicha o'z hissiyotlarini boshqarish ilmi yo'q. Yetarlicha o'zini o'zi anglash, o'zini yaxshi tushunish, boshqalarni yaxshi tushunish ilmi yo'q. Hamma ham taqvodorlar oilasida katta bo'lmagan. Hamma ham ilmlilar davrasida katta bo'lmagan. Buni hisobga olish kerak. Shunaqa paytda aynan psixologiya yordam beradi. Psixologiya sizni baxtsiz his qilayotgan hissiyotlaringizni olib tashlashga yordam beradi.
hayotga yengil qaraydigan, hayotni tafakkur qilib qabul qilishingizga psixologiya o'rgatadi. O'tmishdan qolgan yuk, qalbingizdagi xafagarchiliklar, noroziliklar bilan ishlab, sizni ko'p narsadan ozod qiladi. Sizni psixologingiz Nilufar Ikramjonovna.